Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videoda sizlar bilan vitamin D, allergik kasalliklar kelib chiqishida vitamin D ni o'rni va allergik kasalliklarda vitamin D ni qanday dozada ichish kerakligi haqida gaplashamiz. Allergiya bu immun tizimini haddan tashqari reaksiyasi hisoblanadi. Allergik jarayonlar kelib chiqishida immun tizimini juda ko'p hujayralari va immunologik oqsillar ishtirok etadi. Oxirgi 10 yilda allergik kasalliklar keskin ortib bormoqda. Vitamin D esa yog'da eruvchi vitamin bo'lib, uni ikki xil shakli bor. Vitamin D2 ergokalsiferol, vitamin D3 xolikalsiferol. Vitamin D birinchi navbatda vitamin D retseptorlari orqali organizmda kalsiy va fosfor almashinuvida ishtirok etadi. Bundan tashqari juda ko'p immun tizimi hujayralarida vitamin D retseptorlari bor. Shu orqali vitamin D immun tizimiga ta'sir etadi. Vitamin D va atopik dermatit. Atopik dermatit bu terining himoya funksiyasi buzilishi bilan kechuvchi surunkali terining allergik yallig'lanish kasalligidir. Klinikasida esa teridagi qichishish, teri quruqligi, terida ekzema ko'rinishidagi toshmalar bilan namoyon bo'ladi. Vitamin D yetishmovchiligi qanchalik kuchli bo'lsa, atopik dermatit kechuvi shunchalik og'ir bo'lishi isbotlangan. Vitamin D atopik dermatitda teridagi allergik yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Vitamin D ta'sirida teri quruqligi pasayadi, toshmalarning qichishishi va intensivligi pasayadi. Vitamin D va allergik rinit. Allergik rinit ko'p tarqalgan allergik kasalliklardan biri bo'lib, burun bitishi, burundan suv oqishi, burunda tomoqda qichishishlar bilan namoyon bo'luvchi burun kasalligidir. Qondagi vitamin D darajasining pastligi allergik rinit kelib chiqish xavfini orttiradi va allergik rinit kechuvini og'irlashtiradi. Homiladorlik vaqtida vitamin D darajasi past bo'lgan onalarni bolalarida keyinchalik 3-6 yoshida allergik rinit xavfi yuqori bo'lishi kuzatilgan. Shu homiladorlik vaqtida homilador ayol vitamin D preparatlarini muntazam ichib yursa, bolada kelajakda allergik rinit uchrash xavfi 95% gacha kamayish kuzatilgan. Vitamin D va astma. Astma bu nafas qisishi, surunkali yo'tal, hushtaksimon nafas va nafas chiqarish qiyinligi bilan ifodalanadigan nafas yo'llarining surunkali kasalligi. Astma ko'p holatlarda allergik xarakterga ega bo'ladi. Vitamin D yetishmovchiligida T helper 2-tip hujayralar aktivlashadi. Boshqaruvchi T hujayralari esa kamayadi. Vitamin D ta'sirida o'pkadagi allergik yallig'lanish pasayadi. O'pka funksiyasi yaxshilanadi. Balg'am ajralishi yaxshilanadi. O'pkaning tiriklik sig'imi yaxshilanadi. Vitamin D ning ta'siri ayniqsa bolalar va chekuvchilarda yana ham yaxshiroq bo'ladi. Boshqa tomondan olib qaraganda, vitamin D ichak shilliq qavati barqarorligini buzadi. Ichak mikroflorasi tarkibi o'zgaradi. Disbakterioz kelib chiqadi va buning oqibatida astmaga moyillik ortib boradi. Vitamin D va ovqat allergiyasi. Ovqat allergiyasi bu ovqat tarkibidagi ma'lum bir oqsilni organizm immun tizimi hujayralari tomonidan dushman deb qabul qilinishi va unga qarshi reaksiya bildirishidir. Ovqat allergiyasi nafas yo'llari, burun shilliq qavati yoki teridagi toshmalar, to'rvoq, atopik dermatit kabi kasalliklar ko'rinishida kechadi. Tadqiqotlarda sigir sutiga nisbatan allergiyasi bor bolalarda qonda vitamin D darajasi past bo'lishi isbotlangan. Vitamin D tanqisligi bolalarda tuxumga nisbatan allergiya xavfini 3 barobarga orttiradi. Yer yong'oqqa allergiya xavfi 11 barobar ortadi. Bir necha ovqatlarga bir xil vaqtda kuzatiladigan ovqat allergiyasi xavfini 10 barobarga ortadi. Chaqaloqlarda vitamin D yetishmovchiligi bo'lsa, xuddi shu chaqaloqda ovqat allergiyasi uchrash ehtimoli 6 barobarga ortadi. Vitamin D qo'shimchalarini qabul qilishni allergik kasalliklar kechuviga ta'siri haqida gaplashamiz. Homiladorlarda o'tkazilgan tekshiruvlarda homiladorlikning erta va kechki muddatlarida kuniga 4400 dozadan vitamin D preparatini ichib yurish tug'ilgan bolada 3-6 yoshida allergiya va astma rivojlanish xavfini 55% gacha kamaytirgan. Boshqa guruhdagi homiladorlarga esa kuniga 400 dozadan vitamin D preparatini berish keyinchalik tug'ilgan bolalarda allergiya va astma xavfini unchalik pasaytirmagan. Klinik tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, kattalarda vitamin D analogiklarini kuniga 16,000 28,000 dozadan qabul qilish astmasi bor bemorlarda xurujlar sonini kamaytirgan, hayot sifati
yaxshilangan. Atopik dermatiti bor bemorlarda teri quruqligi kamaygan, toshmalar va qichish intensivligi pasaygan. Eshak yemi, ya'ni to'rvoq kasalligida esa 6 oy davomida kuniga 5000 dozadan vitamin D preparatlarini qabul qilib yurish toshmalar va qichish intensivligini sezilarli kamaytirgan. Doza bundan oshirilganda effekt yana ham yaxshi bo'lgan. Rahmat.